Voy. Atabek ne işe yaptı böyle? Oho, Atabek Sammoy'da yangiliklar bu o'xshaydi bugun. Mo'kazani ko'rar ekan, ahvolisi bo'lib beri. 200 kun bo'ldi. İşlemay turadi bu. Yangiliklarni boshqacha aytgan o'xshaydi bu. Assalomu alaykum. Qarmanglar. Assalomu alaykum. Atabek saqlaysin, qarmang jallansin. Ey, bu geldik. Shundoq qilaylik öyle. Sağlıklı mı? Ha. Üstü başımız ama. Güzel. Ne 2 gün oldu bir remont şunu mu qolmadi ya bir. Ne oldu böyle? Assalomu alaykum yurtdoshlarimiz, obunachilarimiz. Ha. Meni qo'llab-quvvatlagan G'azovat xalqi. Ha. Uzr so'raymiz. 2 gün, 3 gün bo'ladi avtomobilimiz ilikadi. Klientlarimiz ham dim ko'p yozdi. Ha. Nega bo'pti? Klientlarimizga yana bir приятный bo'lsin deganda shu bir zakonni cho'tkatib mashinani yuklatib ishini ustayatdik yana. Ha, buni ustalari ishlarni umuman gap yo'q. Buni yangilik yaratding sen? Yesh bo'lsam yana ishlab turibdilar, Atabek uka bitirib bering deb birini qo'shdik hozir. Ha. Yana xudo xolasa izindan hozir bilan taqlab turibdi. İkisini ham taqlading sen? Havo. Ustalar ishlarni gap yo'q. Zo'r ekan. Kimda kim ishini ustalarni izlab yurgan bo'lsa, tekis polmi, so'qilmi şu ayna yetib beradi. Falan stilingda yetib beradi. Garantiyami ishini? Ustalar ayna gap yo'q. Yonda xazina o'tibdi, bemalol telefonlashib, bog'lanib. Ha, xazina o'shanda. Havo, birgalikda birga kelib, ishlab, cho'tga yetib beradi yana. Ha, bu. Xudo xolasa ertaga bir kun qo'pib so'pib qolmaydimi? Garantiya. Garantiya. Yetadimi? Garantiyasi bor. Ha, bu. Garantiyasidan javob. Yana hozir ustidan 2 soat uji bizgan bo'lsang vertolyot urib, buni operatlarida ishlaydi. Burdalar. Ha, tayyorlab netib, chistya deb. Cho'tki, yana kelgan vaqtda yoldiratib ketadilar. Zo'r, aytganmi. Zo'r. Shu qo'limizdan kelgan shu yurtdoshlarimizga ne harakat etib turibmiz. Qulaylik deb. Qulaylik etib deb. Ya dumzu. Tezgina yana bir kichkina yangilik etib beramiz. Birsini klientlar bo'lib turibdi, yozib turibdilar. Atabek bir qancha bir götüradan koyup bering dedi. Onam bor. O planda bu. Köpten ideyamda bu. Mashina götürüp teyini ham yuvadi. Chet ellarda bilsang Qozog'iston, Rossiyalar damnoy ko'rganmiz nima Salgina qo'limiz kaltalik yetib turadi. Yana borini yetib berdik, hozir yana bir qulaylik plus. Yuvanda cho'tkatib mashinalarni yuvallayna. Endi mashinam mingan vaqti oyoqam bilashmaydi. Yo'q. Sistem bo'lib minadi. Yana ko'rinib turgandi. Ya, dumzo'r bo'libdi. Sen eldingdan hozir shu deb 15 mashina yukitdi o'zi. Ha, yuvdilarmi o'zi? Ishga tushirdingizmi? Yo'q, ishga tushdi. Ertangdan 100% ishlaydi. Sen eldingdan hozir bitta sechallashdi bu. O'zi klientlar kommentarlar yozib, telefonlar bo'lib turgan, qancha ishlaydi deb G'azovat xalqida bilgan bo'lsang, bu suyet o'qadi. Bu suyet o'qadi. Odamda o'shni bilsang, 5-20 dan 5 yandı. Ustalar yapıştırdı. Bitirib beraman dedi. Hala ishlamay, desani dem ishga tutdilar. Lekin zo'r bo'libdi, lekin oyoq tiyina qarangma, yana hurmat. Qo'llar ham sotki berdilar. Xolos stilingda o'zlari zakaz qilgan ekan ustalar. Ustalar Shavatdan bo'la. O, Shavatlar ustalar. Men bundan 2 oy burun ishlarini ko'rganman. 2 oy burun deganda 2 kunlikda uchot ma'no yetdina 3 kun. 3 kunda yana bitirib berdilar. Lekin ishlarim chisi. Uklonlar ham o'zlarini to'plab beradilar. Uklon, nish stilda narsani gelishtirib taxlab beradilar. Ya, mashinadan tushganlar ham avtomatik oqib ishlar ekan. Uklon ham zo'r, cho'tki. Ya, yo'q. Ustalar Sokol ham ishlaydi ekan bular. Sokol, pinamitlar ham ishlaydilar. Dükanlar, magazinlar. Ya, pinamit, ya, qo'shiladi narsa, yomon endi. Nomerlarni yozib qoldirsan, G'azovat xalqida kimda kim qiziqsa, dükan bo'ladi, magazin bo'ladi. Tinchdan bu. Sashyatsang, yog'ish yog'adi, qor yog'adi, don oladi bilsang ko'paradi. Yana açılganlığı şöyle bu 4 ay 5 ay oldu sana. G'azovat xalqini yana sentyabr, oktyabrdan beri stasiyadag'imi? Stashiya deb bilsang. Gen klientlar gen vaqtda bilsang, sal yana bir stashiya. Loyirnaladi, netadi. Dim komfort. Bu zo'rupti bu lekin. O'ynadim bo'pti, молодец. Acayip kopmaydi bu, zo'rdan bu. Hamma narsa qulaylik. Shu xalq uchun xizmatdasiz. Xalq uchun. Qulay bo'lsin deb. Hech kimda yo'q bir ideyani ko'r ko'pman. Ko'pdan. Yana boshqasi ideya bor. Aytdim, mashinalar endi ajib bo'lib chiqadi. Ozgina harakat etasan, o'zi 2 oy 3 oy sezon bo'ladi-da u, yog'i sezon. Kimdir yuvadi, kimdir yuvmaydi. Doğru. Talaba javob beradi o narsa u. Ya, doğru. Zakaz ber ko'pmiz-da, keladi. Unda mashina ko'tariladi.
geladi. Tamam. Bir boksimize koyup beremiz. Tamam. Geladi de bespolatni bo'ladi u. Ha, yaxshi narsa. Qaqalan adam geladidan teyin yuvadi. Ha. Qaqishdan u. O, Yuvish, yuvmashni duradi shu yerda. doğru, Tayyor doğru. bo'lib, bir start olib. Ya tushundim bo'ldi. Ya zo'r idea Men bo'ladi. ustalarga barini barding ko'rsating, az bitirib beringda, meni hozir sen eldingdan bo'lib tutdi buni. İkisini ham chiysin. Shuni Hozir o'tkasini tashab, zo'r bo'libdi lekin bu. ajoyibligi. Ya dum akkuratni yopdi lekin dum mash yuvgandan keyin oyog'i teyam loy bo'lsa, po'lik ham yana loy bo'lib qolaveradi. Yana stashka degan loy nerede. Lekin bunda loy kam edi lekin. Ava, dammazlar bo'lsa, oyoqda yana put tashididan, ularda dammazlar 6 o'rindiq bo'ladi u. Tamam. Endi bu vishilkalar ajoyib keladilar, yurtdoshlar ildiradilardan bemalol pena uradi. Cho'tchi bo'ladi. Yani içindeki nelerden ne oldu? G'olisi bo'ladi axir. Gösterine döşüledi. O şunam doğru şunu taşıdılar. Ajoyib. Doppa doğru. Akkuratni yana chiqdi. Ajoyib, bundan yana sezon g'olam kelib yuboradilar. Shulardan o'ylaganimizdan tinch. Ha, g'olam yug'ladi o'zida. Yurtdoshlarimizga qo'shimcha bir plus yana bir yangilik aytamiz. Voy, yana necha yangilikdan charxanasiz. Avtomobilga kelib, mashinani girizgandan keyin ko'p odamlar nito harakat etadi. Nito deganda boshqacha tushunmasizlar. Mashinani holatini qarash kerak. Ava, nechalim gryazana. Ava, gen xolasini chap qo'lida yozilib turibdi. Voda vosq dedi. Bu yerda pena aktivniy qiyma, nano qiyma yozilib turibdi. Kelib bemalol o'qib pedallanaverasan. Ko'plar men kuzatamandan bir kameralashtirilgandan bir o'tirib geçta qarayman. Kim necha yushini? Ava, ko'plar o'zi yurgan bolalar biladi. Mashina gen holatida, loy bo'lgan holatida pena sepadilar. Ha, yo bu bo'lmaydi unda. To'g'ri, pena sepsang to'g'ri, pena sepgandan kutib turish kerak. Bu zaman o'z reaksiyasine giradi. O'zim bir ma'lum muddati bor. Ana o'lma. Bu yerda o'zimizda shuvabra cho'tkalarimiz bor. Bilmagan holatda ular telefoni yo'q hozir eskimda. Ha, ava. Vaqt yo'q, hamma qislanib yurgan bor. Darrov yuvib ketsa kerak. Bundan penani sepadilardan, bundan shuvabra urib pashimlar. Mashina shuni aytib bir 10 metr, 10 emas, 5 metr mo'ykaga girsang, mashina o'zi qirsaladi. Kraskasi ko'p bashidi. 50% qirsaladidan mashina parnovkaga keladi. Mashina gen holatini ko'rish kerak. Tamam. 50% dan lishi loy bo'lsa, mashina abishni aytib bir yengil yuv chiqish kerak. Ezib chiqish kerak. Men oldingi videolarimizdan postdan ko'rsatib berganman bilsang. Ximikat sepish kerak. Undan nepravильно foydalansang bo'lmaydi-da. Ximikat sepgandan keyin kutib turish kerakdan qarshilab yuvish kerak. Ana hurmatli obunachi ko'rdingizmi? Keyin klientlarga nesini ham maslahatini ham mut beradi. Besplatniy ishini ichida. Yo'q, to'g'ri. Men ko'p o'zim kuzataman-da, bir kamerani pastdan kuzatishga vaqtim bo'lmaydi-ku. 2 kuni bir, 3 kuni bir kuzataman. Ko'p klientlarimiz kelib turibdi. Inam ekan, mashina ko'psi. Shular baribir shu intro berishimiz kerak biza. Hozir rivojlanib ketgan. YouTube bilsang, Instagram hammasi telefonda bo'lib turgan. Keyin holatda mashina birinchi aytadigan ish mashina joylashtirgandan keyin mashina holatini qarash kerak. Ha. Kir narsani loyini. Qaraysan, ximikatimiz hammasi bor bizada. Mashina ichimlik suv yuradi desang. Postamizdan historiyalarimiz bor. Kelib, o'qib, bemalol mashina loy bo'lsa suvurish kerak-da. Bir qator bir yumshatib, izindan ximikat sepish kerak. Endi siz shuni kelgan vaqtda shu maslahatni beringdan siz oldindan. Ne to'g'ri, lishni pul ishlatib, yanqidin rasxodat yurmasizlar, Tем более hozir mashinalarning ko'pisi keramikdan olgan bilsang. Keramika mashina. Ximikat urgandan keyin cho'tka uradidan ko'p odam. Shuni aytib 4 metr, 5 metr mo'ykaga girsang, chetga chiqib quyoshda turasan, mashina qirsilibdimi, lekin bu yerda chayga o'ltiradi, loy olib keladi. Lekin 1 kvadrat shkulga ur desang, stena urmaydi u odam. Lekin mashina 20 kvadrat endi shkulga ur chiqariladi, ha. To'g'ri. Chiziladi. To'g'ri. Shular ham bir yurtdoshlarimizga yetirib berishayna harakat etib turibmiz. Bo'ldi. Mashina gen holatida cho'tkatib, qarab, bilib, meni borim bo'lmasa shu yerda ishchi bolalar bo'ladi. Endi videoda ko'rsatdilar-ku maslahatingizni. Videoda ko'rsa, shu men yana bir marta aytaman, shu aytgan shu gaplarga qo'llab mashina yursa, olam nur ustidan nur oladi. Bo'ldi. Ertangi 100% mo'ykamiz ishlaydi. Ertangdan. Daji hozirdan ishlab turibdi. Kelsa shu 12 gacha shu edaman. Xizmat edamiz. Bo'ldi. Yana hurmatli bo'lsa, ko'rdingizlar, qulayliklarni ko'rdingizlar. Lekin mo'ykanisini disitini dum chiroylatibsiz, qulayliklari
zo'r oyoqda yana dahshat asli degan. Yani kadar o'yli balans tashga bir loyini olib boshqa kamera degan. Bu tap-tagiz. Tushgan loyi moment akar o'zini suv bilan. Sen ham kutilmagan holatda kelding. O'tib qotmading. Ya men o'tib qotiradim. O'tding-da gel kamerani tutirasan, ustovashimni rasvo qarashtiradi. Zaylik, unamas. Yo'q, men yo'q. O gotiradim, svetlar yonib turibdi, men ustalar ishlatib turibdi, bir narsa bo'lib turibdi, gap ketadim. Bo'lsa shu G'azovat xalqina bo'lsin deb turibmiz-ku, kuzatish ko'p bo'ladi bizda. Ha, bo'ldi, ava. Hech narsa gitmedi. Doğru. Arzuman mehnatlarimizga bosish kerak janoskar like-larni. Doğru. Like bossang, kuzatish ko'payadi. Doğru. Bu hech narsa gitmedi sizlardan. O telefonu aldın, kim ekan yakmayman o'tirib beradi. Lekin bechakki narsalar bosadilar. Ha. Uni hech narsa gitmedi. Ina hurmatli obunachilar, G'azovat Samoy, Atabek Samoyga like bosib, kommentariyada zo'r fikrlarni bildirib qo'yasizlar, xudo xolasa. Yana ko'rdingizlar, mana endi ozodam ko'rmaydi, bilasiz. G'azovat 100% odam ko'radi. Aytdim-ku, kutilmaganda keldingiz sana. Yana ko'rsatdik yangiligingizni, obunachilarimiz ko'radidan, xudo xolasa ertangdan yana mo'ykamiz ishlaydi ekan. Ko'rdingizlar, qulayliklarni dahshat, super boshqacha tilagan, zo'r. G'azovatda yo'q mo'yka. Nomeradan mo'yka G'azovat Samoyda behuda aytma, Atabek aka. Şu aslan bu adam mənəcə. Birdən bulmaydı heç qaçan. Doğru. Zo'r gap. Şuyla reklamalar qoydun, yine xuda qalasa yurttaşlarımız. Ya bugun zamanı Instagram story ham, post ham qo'yamiz, YouTube kanalimiz ham qo'yamiz. Xudo qalasa ertangdan ko'radilardan kelaveradilar. Yana hurmatli obunachilar, ko'rdingizlar, Atabek Samoyni mo'ykasini, usullarini, qulayliklarini xudo qalasa ertangdan ishlatib tushadi ekan. 2 kun ishlamaydi turgan ekan. Sababi shu narsani yo'lga qo'ygan ekan. Zo'r gap yo'q. Atabek Samoy nomeradan kelaverasizlar. Bir layqlan bo'lsin. Yaxshi Atabek aka, sog' bo'lin. Sağ ol dostum. Hakikaten hurmatli obunachilar, cho'tchi bo'libdi. O'zim ham hozir yurib ko'rsatdim meni. Mashina o'z haqoratini turadi ekan buni ustida. Oyog'ini teyloy ham bo'lmaydi ekan. Zo'r. Mashinadan har bir oqqan loy pesa oqib tushadi ekan. Shunday uklonat yasabdi ustalar, dahshat. Gap yo'q. Atabek G'azovat Samoy nomeradinda kelaverasizlar. Mashinamiz mazza bo'ldi, cho'tchi bo'ldi.